Ukrayna bir qurbonlik qo'yga o'xshash hamda hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida Trump agarda sizcha hamda Rossiya shu urush boshlangandan tortib ya'ni butun Yevropa qo'lladi Ukrainani va nurg'un jazolar üst-üstiga yurgizildi. Şunun qaramasdan chidab hozirgacha davomlashtirib keldi hamda. Trump agarda urushni tamamen to'xtatib ikkisini bir olib kelsa, hozirlar masalan Ukrainaning nurg'un boyliqlarga egalladi desak bo'ladimi? Buni imzolasam imzolaysa, chunki biz yillardan buyon samanchi pulni qo'ral berib bo'ldik deb. Rossiyaga nurg'un talablarni qondirib qilishi mumkin hamda oldimizgi kunlarda. Bundaq bo'lsa sizga masalan butun Trump agarda urushni to'xtatsa, Yevropa hozirgacha Rossiyaga yurgizgan nurg'un embargoning hammasini butunlay amaldan qoldirishga majbur qolamdi masalan. İşler oңushlup deyildi. Ukrayna nurg'un narsadan ayrildi. Unda bo'lsa amaliyot tabii ki yani Amerika bilan Trump bir şekilde Rossiyani yeniga aldı degan gap. Bu masalalarni jiddiy suhbatda bo'lyapti degan oldagi Xitoyni yo'qotish uchun bir tarafdan bu ciddi bir şekilde devam qilyapti. Yan bir tarafdan qarasangiz, yani Xitoy to'xtamasdan Rossiya bilan ikkisiniki qadimiy mangulik qarindosh do'stlar ekanligini bildirib, İran bilan birlikda masalan manevrlarni o'tkazib degandek buni ko'rsatishga tirishyapti hamda. Oldimizgi kunlarda demak yani ciddi bir o'zgarishlarning bo'lganligini ko'ramiz deb desak bo'lamdi yani. Shunday. Bu Amerika o'zining milliy manfaatiga qarab tashqi siyosatni ilib bordi. Misolga Ukrainani bir qism zaminini Rossiyaga berib o'tishni hozirdan boshlab qabul qilib bo'ldi. Bunday misollar tarixda jiq bo'lgan Amerikaning tarixida. Misolga deylik, 1950'dagi Koreya urushi. Xo'sh. Shu yerda ham nima Janubiy Koreyaga yordam qilib turib, oxiri jangni tutamagandan keyin shu maydonni tashlab qo'yib chiqib ketdi misolga. Bu 75'da Vyetnamda chiqib ketdi va Janubiy Vyetnam hukumatini Shimol Vyetnamga topshirib bergan bo'ldi. Buni Ukrainada bu Afg'onistonda mı ko'rdik? Xo'sh. Iroqda mı ko'rdik? Az bo'lgan taqdirdami? Ya'ni davlatning manfaati nimani to'g'ri ko'rsa, Amerika hamda shuni qiladi. Shuningga bu Ukrainaning taqdiri shu cho'ng davlatlarning qo'lida hamda. Kichik davlatlarning taqdiri, Sharq Turkistonmi shunda, hep cho'ng davlatlarningki arasındaki bu menfaat dokunuşluklar veya kelishim bilan munosabatli hamda. Unutma Sharq Turkistonninki taqdirimi shu keyingi 200 yilning ichida har qatim bir o'zgarishda qarasak, shu davrninki cho'ng davlatlarninki qo'llari bor hamda. Yaqubekni desak, u vaqtida kim bordi? Angliya, Britaniya, Rossiya bordi, Xitoy bordi. O vaqtida eng cho'ng davlatlar mushurdi. Agarda shu 30 va 33 bu jarayonni qaraydigan bo'lsak, kimlar bordi? Osiyoning eng kuchli davlati Yaponiya bordi. Sovetlar bordi. Angliya bordi, Xitoy bordi. Agar 44-49 bu jarayonni deydigan bo'lsak, Angliya, Amerika, Sovet, Xitoy bordi. Shu davlatlarning arasındaki abaqa degan manfaat dokunuşluklar yoki manfaatda kelishish bilan Sharq Turkistonning taqdirini ashundaq Xitoyga topshirib qo'ygan bir ahvol paydo bo'ldi. Bu nayti nima cho'nqur va murakkab masala, bu yerda desak uzayib ketadi. Demakchi bo'g'unim cho'ng davlatlar o'zaro manfaat talashib qilgan jarayonda ajna kichik davlatlarni qurbon qila oladi. Chunki o'zini qo'g'dab turuvchi. Baya bu Rossiya masalasiga kelsak, Rossiya biz deganlarni Rossiyama allaqachon biladi. Ya'ni meni yeniga olib turib Xitoyga hujum qilish, buningki foydasi nima deb uni taroziga silib tatib boqadi. Ya'ni Xitoy do'stligimizni qaybetsak, Amerika bizga qanchalik yaxshichaqlik qiladi deb o'ylaydi.
Yani Xitayni setversem nim buldu deb. Yoki Amerika bilan emas, shu Rossiya bilan zich munosabat qurib, birlikda Amerikaga qarshi chiqsam, qanchalik bir foydasi bor deb uni mi so'raydi? Xo'sh. Bir vaqtida balki bilamiz, bir vaqtida shu Putinninki arlab muxbirlarni kutilish bir yig'in qildi bir necha soat. Shu yerda bir muxbir so'rabdi, Amerika Xitoyning orasindagi bu jidallashish bag'an siri jiddiylashyapti. Rossiya bunda paytda nima qilish lozim deganda Putin bir gapni dediki, Xitoyda bir maqol tamsil bor deydi. Ikki yo'lbars urushsa, sen do'ngga chiqib, ularni kuzat deydi. Yani ikki yo'lbars bir-birisi bilan urushib qolsa, bir yo'lbars cho'qim o'ladi. Qolganmi yardar bo'ladi. Xo'sh. Yani sen döngden tushsa ve her ikisini qo'lga tushirsa degan gap hamda Xitoycha maqol tamsilda. Xo'sh. Yani Putin ashuni mi biladi deganda, hamda bunda deganda. Yani bununki mesajchilar bunga tushundirgan gap. Yani demakchi bo'lganim Putin texmi praktik bir siyosetni o'ylayotdi deb o'ylayman. Yani Rossiyaga kimdan bir foyda keladi, ziyon kelmaydi, shu yo'lni tanlaydi. Misol, hozirgi paytda nima ish qildi deganda, ham Amerika bilan muzokara qilib so'zlashib, Ukrainaning qismini olmoqchi, Ukrainani palash holiga kelmoqchi, hamda Xitoy bilan bo'lgan munosabatni uzib tashlamaydi deb o'ylayman. Xo'sh. Bo'libmi bunda bir paytda, ya'ni hozirgi Xitoy Amerikaning orasindagi bu urush jidallarining chiqishi bilan Xitoymi Rossiyani tashlab qo'ymaydi. Shuningga bu ikkisi, ya'ni Xitoy bilan Rossiya ikkisi bir-birini to'liqlaydigan bir davlat munosabati hozirgacha. Xo'sh. Hamda Putin shuni biladiki, ya'ni Xitoycha maqol tamsilda osmonda ikki quyosh bo'lmagandek yer yuzida ikki podsho bo'lmaydi deb. Yani ama bularni bilib turib, Xitoy bilan yani yer yuzida ikki podsho bir-birisi bilan hamkorlik qilyapti. Bu hamkorlik qilishninki sebebi yoki bu hamkorlikqa zo'rlab kelgan sabab yani shu Amerika. Xo'sh. Misolga deylik, Amerika o'rtalikdan yo'qolib ketdi deylik. U vaqtida Xitoy bilan Rossiya undan keyin jidallashishga boshlaydi deb o'ylayman. Chunki bularninki talashadigan jiq narsalar bor. Nurg'un chegara masalasi bor, to'proq masalasi bor, O'rta Osiyo geopolitik masalasi bor, Yevropa, Sharqiy Yevropa talash tortish. Undan keyin Balkan rayonida Xitoy bilan Rossiyaning raqobati bor, O'rta Sharq masalasi bor, Rossiya bilan Xitoyning orasida raqobat bor degandek, hatto Afrikada shunday. Bularninki hamkorlik qilalishi şu Amerika'nınki bu Amerika ameli bir yerde bu ikisini birleştiriyordu. Şununla Amerika'nınki hazırki siyaseti bu ikisini bölmek, acırtmak. Ama acırtmak için Rusya'ya, Putin'e menfaat vermeyince bunu acırtamaysa, yeni alamaysa da düşüngeçke hazır Putin bilen muş münasebetini ilip bir vatıdır. Aslında şu Putin'ninki Trump'ninki birinchi qitim hokimiyat beshiga kelgan vaqtida Rossiya bilan yaqinlashishga boshlagan. Ammo u vaqtida majlisning tekshirishi, shu istihborot tashkilotlarining tekshirishi bilan Trump'ninki Putin bilan yaqinlashishining oldini oldi. Bunmi Trumpmi tijorat bilan shug'ullanayotgan vaqtida Rossiyaga necha qitim borgan. Ya'ni Rossiyada o'zining shu şirketlerini kuruşkama tırışıp kelgan. Yani Rusya'ya bo'lgan bir ko'ngildorchilik mı var yani bu Trump'çı? Şununla o yig'ib kelgan chaqda Putinni undaq asan aldığı bo'lmaydi deb o'ylayman. Putin mi aqlli bir odam hamda. Hem tarixni o'zininki tarixini bildigan, qalgan munosabatni bildigan bir lider. Hem de bu keyingi şu yıllarda
iqtisadi bisim kelgandan keyin, finans jihatdan bisimlar kelgandan keyin, embargolar bo'lgandan keyin, buni boshqa asas iqtisodlar var, misalga xalqning yeydigan, ichadigan bilan munosabatli iqtisodni kuchlantirdi asta-asta. Chunki sirtda embargo kelsa, nurg'un narsalar to'silib qilib, Rusiyani bek avarchilik qildi ketdi. Çünkü Rusya'nınki iqtisadi kuchining ikki tarafi var. Birisi qurol, birisi energiya. Ama onundan sırt iqtisadi kuchli emas, boshqa sohalar. Uni kuchlantirishga tirishyotir. Mana jang tugasa, balki texmi ashuni o'ylash mumkin. Bu boshqa nima sohalarni kuchlantirishga to'g'ri keldi deb qilish mumkin. Ya'ni bunchalik bir aqli bor. Shuningga Trump shu Putinga istaganni beramasa, bence unda aldirab nim qilmaydi, Xitoyni tashlab qo'ymaydi deb o'ylayman.